Assalomu alaykum aziz muxlis. Istanbulda Rossiya AQSh muzokaralari yakunlangandan keyin qanday xulosaga kelishdi? Turkiyada Rossiya va AQSh o'zaro yashirincha mulohaza qildi. Istanbulda Rossiya va AQSh vakillari o'rtasidagi muzokaralar 6 soatdan ortiq davom etgan. Bu haqida RIA Novosti xabar berdi. Qayd etilishicha, Rossiya Federatsiyasi delegatsiyasi muzokaralar olib borayotgan Amerika bosh konsuli qarorgohini izohsiz tark etgan. Matbuot uchun hech qanday bayonot berilmagan deyiladi xabarda. Lekin aniq bilamizki, ular Ukraina-Rossiya o'rtasidagi muzokaralarni hal qilish uchun yig'ilishgan. Ma'lumot uchun, Istanbulda uchrashuv mahalliy vaqt bilan soat 10 da AQShning Istanbuldagi bosh konsulxonasi qarorgohida boshlangan. Eslatib o'tamiz, ushbu muzokaralarning birinchi bosqichi 18 fevral kuni Saudiya Arabistoni poytaxti Ar-Riyod shahrida bo'lib o'tgan. Amerika va Rossiya delegatsiyalari o'rtasidagi muzokaralar doirasida AQSh davlat kotibi Marko Rubio va Rossiya tashqi ishlar vaziri Sergey Lavrov uchrashgan. Davlat kotibi Rubio bilan birga milliy xavfsizlik bo'yicha maslahatchisi Mayk Waltz va Tramp tomonidan ikki tomonlama munosabatlarni qayta tiklash uchun tanlangan maxsus elchi Stiv Witkoff ham ishtirok etgan. Lavrovga esa Rossiya prezidenti yordamchisi Yuriy Ushakov hamrohlik qilgan.